Anfal surasi Madinada nozil qilingan 75 oyatdan iborat. Anfal o'ljalar degani. Surada jang, o'lja taqsimoti, iymon, e'tiqod, taqvo, solih amal va boshqa masalalar haqida ilohiy ko'rsatmalar berilgan. Unda asosan Badr jangi voqealari va tafsil bayon etilgan. Ma'lumki, Badr jangi hijratning 2-yili Ramazon oyida Madinaga yaqin Badr qishlog'ida kechgan. Bu jangda musulmonlar ozchilik, kam qurollangan bo'lishiga qaramasdan, ko'p sonli va puxta qurollangan mushriklar to'dasi ustidan g'alaba qozonganlar. Yov qo'shinlaridan 70 kishi halok etilib, yana 70 kishi asir olingan va katta o'lja qo'lga kiritilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Sizdan ey Muhammad o'ljalar haqida so'raydilar. Ayting, o'ljalar Alloh va payg'ambarnikidir. Bas, Allohdan qo'rqingiz va oralaringizni tuzatingiz. Agar mo'min bo'lsangiz, Alloh va uning rasuliga itoat etingiz. Mo'minlar Alloh nomi zikr etilganida dillarida qo'rquv bo'ladigan, oyatlari ularga tilovat qilinganida iymonlari ziyoda bo'ladigan, Parvardigorlarigagina barcha ishlarida tavakkul qiladigan, namozni barkamol o'qiydigan va rizq qilib berganimizdan sadaqa va ihson qiladigan kishilardir. Aynan o'shalar haqiqiy mo'minlardir. Ular uchun Parvardigorlari huzurida darajalar va farovon rizq bordir. Bu Rabbingiz uyingizdan sizni haq yo'l bilan chiqargani kabidir. Mo'minlardan bir guruhi esa bu chiqishni yoqtirmaydiganlardir. Siz bilan haq to'g'risida u ayon bo'lgandan keyin bahslashmoqdalar. Bu go'yoki qarab turgan hollarida ularni o'lim sari haydalayotgandekdir. Allohning ikki toifadan biri sizlarning foydangizga bo'ladi deb va'da qilganini eslang. Sizlar esa shafqatli bo'lmagani sizlarga bo'lishini istaysiz. Alloh esa o'z kalima amrlari bilan haqni haqqa chiqarish va kofirlarni tormor qilishni xohlaydi. Jinoyatchilar, mushriklar yoqtirmasalar ham Alloh haqni haq, nohaqni nohaq ekanini isbot etish uchun shu ishlarni qiladi. Rabbingizga yordam so'rab faryod qilganingizda, men sizlarga ketma-ket keluvchi 1000 nafar farishta bilan madad beruvchidirman deb duoingizni ijobat etganini eslangiz. Alloh bu yordamni faqat sizlarga xush xabar bo'lishi va dillaringiz taskin topishi uchun qildi. G'alaba faqat Alloh huzuridangina bo'lur. Alloh albatta qudrat va hikmat sohibidir. Uning tarafidan xotirjamlik uchun sizlarni mudroq bostirgani, ustingizga osmondan suv, yomg'ir tushirib, u bilan sizlarni poklash, shaytonning vasvasasini sizlardan daf etish, dillaringizga o'zaro aloqa paydo qilish va u bilan qadamlaringizni sobit, mustahkam qilishni iroda etganini eslangiz. Rabbingiz farishtalarga vahiy qilib,
men sizlar bilan birgadirman, bas iymon keltirganlarni sabotga undang. Kufrga ketganlarning dillariga qo'rquv solib qo'yajakman. Bo'yinlar uzra uringiz, qatl etingiz va ularning har bir barmog'iga har taraflama zarba beringiz deganimni eslang. Bu shuning uchunki ular Alloh va rasuliga muxolif bo'ldilar. Kimki Alloh va rasuliga muxoliflik qilsa, bas Alloh jazosi qattiq zotdir. Ana shu sizlarga uni totib ko'ringiz. Kofirlar uchun do'zax azobi muqarrardir. Ey iymon keltirganlar, kofir bo'lganlar to'dasi bilan to'qnashganingizda ulardan ortga qarab chekinmangiz. Kimki o'sha kuni ulardan ortga chekinsa, jang ishi bilan chetlagan va biror bo'linmaga qo'shilishga borganlar bundan mustasno. Allohning g'azabi bilan birga qaytgan bo'lib, joyi jahannam bo'lur. Qanday ham yomon taqdirdir. Ularni sizlar o'ldirmadingiz, balki ularni Alloh o'ldirdi. Otganingizda siz otmadingiz, ey Muhammad, balki Alloh otdi. Mo'minlarni o'zining yaxshi sinovi bilan bir sinash uchun shunday qildi. Albatta, Alloh eshituvchi va biluvchidir. Sizlarga shu, Alloh esa kofirlar makrini susaytiruvchidir. Agar yordam so'rasangiz, mana sizlarga yordam keldi. Agar tiyilsangiz, unda u sizlar uchun yaxshidir. Bordi-yu yana qaytsangiz, biz ham qaytamiz. Sizlarga to'dangiz biror foyda bermaydi, garchi ko'pchilik bo'lsa ham. Alloh esa mo'minlar bilan birgadir. Ey iymon keltirganlar, Allohga va uning rasuliga itoat etingiz. O'zlaringiz eshitib turib, undan yuz o'girib ketmangiz. O'zlari eshitmasalarda, eshitdik deydiganlardan bo'lmangiz. Allohning nazdida jonzotlarning eng yomoni bu aqlni ishlatmaydigan kar va soqovlardir. Agar Alloh ularda yaxshilik bo'lishini bilsa edi, ularni eshitadigan qilib qo'yar edi. Eshitadigan qilganda ham ular bosh tortib, yuz o'girgan bo'lar edilar. Ey iymon keltirganlar, sizlarni tiriltiruvchi narsa ilm olish uchun chorlaganlarida Allohga va rasulga labbay deb javob qilingiz. Yana bilib qo'yingizki, Alloh inson bilan uning dili o'rtasida parda bo'lib turadi va uning huzurida jamul-jam bo'lursiz. Sizlardan faqat zolimlargagina xos bo'lmagan, balki hammalaringizga ommaviy bo'ladigan fitna azobdan saqlaningiz va bilib qo'yingizki, Alloh jazosi qattiq zotdir. Yana sizlar yerda Makkada ozchilik va zaiflashgan holingizda odamlar, mushriklar sizlarni talon-taroj qilib ketishlaridan qo'rqib turganingizda, Alloh sizlarga Madinadan joy berib, yordami bilan sizlarni quvvatlagani va shukr qilarsiz deb pok narsa o'ljalar bilan rizqlantirganini eslangiz.
ey iymon keltirganlar, Allohga va Rasulga xiyonat qilmangiz va bir-biringizdagi qo'ygan omonatlaringizga ham bilib turib xiyonat qilmangiz. Bilib qo'yingizki, albatta mol-mulklaringiz va farzandlaringiz fitna manbaidir. Allohning huzurida esa ulkan mukofot bordir. Ey iymon keltirganlar, agar Allohdan qo'rqsangiz, sizlar uchun haq bilan nohaqlikni ajrim etuvchi yordamni berur va gunohlaringizdan o'tib sizlarni mag'firat qilur. Alloh ulkan fazl sohibidir. Kofir bo'lganlarning sizni asir olish, yo o'ldirish yoki yurtdan chiqarib yuborish uchun qilgan makrlarini eslang. Ular makr qiladilar, Alloh ham makr qiladi. Alloh makr qiluvchilarning yaxshisidir. Ularga oyatlarimiz o'qib berilsa, eshitdik bas, xohlasak biz ham shunga o'xshash oyatlarni aytar edik. Bu avvalgilarning afsonalaridan boshqa narsa emas, deyishadi. Ular, ey Alloh, agar shu Qur'on sening huzuringdan ekani haq bo'lsa, mayli ustimizga osmondan tosh yog'dir yoki bizga alamli azob keltir deganlarini eslang. Ularning ichida siz bo'la turib, Alloh ularni azoblovchi emas. Ular istig'for aytib kechirim so'rab turgan hollarida ham Alloh ularni azoblovchi emas. Ularga ne bo'ldiki, mo'minlarni Masjidi Harom ziyoratidan to'ssalar ham ularni Alloh azoblamasligi kerak emish. Vaholanki ular uning Masjidi Haromning egasi emaslar. Uning egalari faqat taqvoli mo'min kishilardir. Lekin ularning aksariyati buni bilmaydilar. Ularning bayt Ka'ba oldidagi namozlari faqat hushtak va chapak chalishdan iborat edi. Bas, ey mushriklar, Badr jangi kuni kufringiz sababli azobni totingiz. Kofir bo'lganlar mol-mulklarini Alloh yo'lidan to'sish uchun sarflaydilar. Bas, ularni sarflaydilar-u, lekin o'zlariga bu hasrat bo'lib, so'ngra mag'lubiyatga uchraydilar. Kofir bo'lganlar jahannamga jam qilinurlar. Bu Allohning nopokni pokdan ajrim etishi va nopoklarni bir-birlariga qo'shib qalashgan hollarida hammasini jahannamga tashlashi uchundir. Ana o'shalar ziyon ko'ruvchilardir. Kofir bo'lganlarga ayting, agar kufrdan qaytsalar, o'tmish gunohlari kechirilur. Bordi-yu kufrga qaytsalar, unda oldingilarning yo'li saboq sifatida o'tgan. Fitna, shirk yo'q bo'lmagunicha va din butunlay Allohga bo'lgunga qadar ular bilan urushingiz. Agar kufrdan qaytsalar, albatta Alloh ularning ishlarini ko'rib turuvchidir. Bordi-yu ular yuz o'girsalar, bilib qo'yingizki, Alloh hojangizdir. U naqadar yaxshi hoja va naqadar yaxshi madadkor. 10-pora Anfal surasining 41-oyatidan boshlanadi.
agar Allohga va ajrim kuni, ikki qo'shin to'qnashgan kuni bandamiz Muhammadga nozil qilgan narsamizga iymon keltirgan bo'lsangiz, bilib qo'yingizki, o'lja qilib olgan narsalaringizning 5dan biri Allohga, Rasulga, qarindoshlari, yetimlar, miskinlar va musofirlarga tegishlidir. Alloh har narsaga qodirdir. Qayski sizlar Madinaga yaqinroq tomonda, ular mushriklar uzoqroq tomonda, otliqlar esa sizlardan pastroqda edilar. Agar mushriklar bilan va'dalashganingizda ham baribir va'da joyi va vaqtida kelisha olmagan bo'lar edingiz. Lekin Alloh jang sababli halok bo'lganlar ham hujjat bilan halok bo'lishlari, tirik qolganlar ham hujjat bilan tirik qolishlari uchun bo'ladigan ishni, taqdirni tamomiga yetkazish maqsadida yov bilan tasodifan to'qnashtirib qo'ydi. Albatta Alloh eshituvchi va biluvchidir. Tushingizda Alloh ularni sizga ozchilik qilib ko'rsatganini eslang. Agar ularni sizga ko'pchilik qilib ko'rsatganda edi, sizlar sustlashib qolgan va bu ish jang to'g'risida nizolashgan bo'lar edingiz. Lekin Alloh sizlarni bundan salomat qildi. Albatta, u sinalar, dillardagi sirlarni biluvchidir. Bo'ladigan ish, taqdirni ro'yobga chiqarish uchun yov bilan to'qnashganingizda ko'zingizga ularni ozchilik qilib ko'rsatgani va ularning ko'zlariga sizlarni ozchilik qilib ko'rsatganini eslang. Barcha ishlar Allohga qaytariladi. Ey iymon keltirganlar, biror to'daga to'qnash kelsangiz, sabot va matonat bilan turingiz va Allohni ko'p yod etingiz, shoyat shunda najot topsangiz. Allohga va Rasuliga itoat qilingiz va nizolashmangiz. Aks holda sustlashib ketursiz va shamolingiz, obro'yingiz ketib qolur. Sabr qilingiz. Albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. O'z yurtlaridan kibr va riyokorlik bilan chiqqan va Allohning yo'lidan to'sadiganlar kabi bo'lmangiz. Alloh ularning qilayotgan ishlarini qamrab hisobga oluvchidir. O'shanda shayton ularga, mushriklarga qilayotgan ishlarini zinatli qilib ko'rsatib, bu kun odamlar ichida sizlarga g'olib keladigani yo'q. Mana men yoningizdadirman dedi. Ikki to'p lashkarlar to'qnashganda esa shayton ortiga chekinib, men sizlardan bezorman. Men sizlar ko'rmagan narsani ko'ryapman. Men Allohdan qo'rqaman. Alloh jazosi qattiq zotdir dedi. Munofiqlar va dillarida illat bor kimsalar ana u musulmonlarni o'z dinlari mag'rurlantirib qo'yibdi deb yurganlarini eslang. Kimki Allohga tavakkul etsa, u inobatga oladi. Albatta Alloh qudratli va hikmatli zotdir. Farishtalar kofir bo'lganlarning yuzlari va ketlariga urib jonlarini olayotganlarini ko'rganingizda edi. Farishtalar o'sha paytda aytadilar: yong'in, do'zax azobini totingiz. U
o'z qo'llaringiz bilan qilgan qilmishlaringiz tufaylidir. Alloh esa bandalarga zulm etuvchi emasdir. Ularning bu hollari Fir'avn zodagonlari va ulardan oldingilarning qilmishlari kabidir. Ular Allohning oyatlarini inkor qilishgach, Alloh ularni gunohlari sababli tutgan edi. Albatta, Alloh quvvatli va jazosi qattiq zotdir. Bu jazolarning sababi Allohning bir qavmga in'om etgan ne'matini to ular o'zlaridagi narsani, munosabatni yomon holatga o'zgartirmagunlaricha o'zgartiruvchi bo'lmaganidandir. Shuningdek, yana Allohning eshituvchi va biluvchi ekanidandir. Bu Fir'avn zodagonlari va ulardan oldingilarning holatlari kabidirki, ular Parvardigorlarining oyatlarini yolg'onga chiqarishgach, shu gunohlari sababli ularni halok etdik va Fir'avn zodagonlarini suvga g'arq qildik. Hammasi zolim edilar. Allohning nazdida jonzotlarning eng yomoni bu kofir bo'lgan kimsalardir. Bas, shuning uchun ham ular aslo iymon keltirmaydilar. Ularning ichida siz bilan ahdlashgandan so'ng taqvosizlik qilib har gal ahdlarni buzaveradiganlari bordir. Bas, agar ularni jangda topsangiz, ularni halok qilish bilan ortlaridagi himoyachilarni tun taraqay qiling. Shoyat shunda ular eslatma olsalar. Agar biror qavm tarafidan ahdga xiyonat bo'lishidan qo'rqsangiz, ularga ahd bekor qilingani to'g'risidagi xabarni barobar tarzda tashlang. Albatta, Alloh xoinlarni yaxshi ko'rmagan. Kofir bo'lganlar o'zib ketdik deb o'ylamasinlar. Ular Allohni sira ojiz qoldira olmaydilar. Ular uchun imkoningiz boricha harbiy kuch va otliq bo'linmalarni tayyorlab qo'yingiz. Bu bilan Allohning va o'zingizning dushmaningizni va ulardan o'zga siz bilmaydigan, lekin Alloh biladigan dushmanlarni ham qo'rquvga solgan bo'lursiz. Allohning yo'lida nimani sarf qilsangiz, sizlarga uning savobi zulm qilinmagan holingizda to'la-to'kis berilur. Agar ular suvga moyil bo'lsalar, siz ham unga moyil bo'ling va Allohga tavakkul qiling. Albatta, u eshituvchi va biluvchidir. Agar ular sizni aldamoqchi bo'lsalar, bas albatta sizga Alloh o'zi kifoyadir. U sizni o'z yordami va mo'minlar bilan quvvatlantirgan va ularning dillarini o'zaro yaqinlashtirgan zotdir. Agar siz yerdagi hamma narsani sarflaganingizda ham ularning dillarini bir-biriga bog'lay olmagan bo'lar edingiz. Lekin Alloh ularning o'rtasini bog'ladi. Albatta, u qudratli va hikmatli zotdir. Ey payg'ambar, sizga va sizga ergashgan mo'minlarga Alloh kifoyadir. Ey payg'ambar, mo'minlarni jangga, Badr jangiga undang. Agar sizlardan 20 nafar sabrli kishi bo'lsa, 200 nafar dushmanni yengar. Agar sizlardan 100 nafar bo'lsa, kofir bo'lganlardan 1000tasini yengar.
sabab ularning anglamaydigan qavm ekanidir. Endi Alloh sizlardan yukingizni olib yengillashtirdi. Sizlarda ojizlik bor ekanini bildi. Bas, sizlardan 100 nafar sabrli jangchi bo'lsa, 200 ta yovni yengar. Agar sizlardan 1000 nafar bo'lsa, Allohning izni bilan 2000 yovni yengar. Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Biror payg'ambar uchun to yerda dushmanlarga zarba bermagunicha asirlarga ega bo'lish mumkin emas. Siz mo'minlar dunyo matohini istaysiz. Alloh esa sizlar uchun oxiratni ravo ko'radi. Alloh qudratli va hikmatli zotdir. Agar Allohning taqdirda xatoni kechirishi to'g'risidagi bitigi bo'lmaganida, albatta sizlarga olgan tovonlaringiz uchun ulkan azob yetgan bo'lar edi. Olgan o'ljalaringizdan halol pok holida tanavvul etingiz va Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh kechirimli va rahimlidir. Ey payg'ambar, qo'llaringizdagi asirlarga ayting: agar Alloh dillaringizda yaxshilik, iymon borligini bilsa, sizlardan olingan tovondan yaxshiroq narsa berur va sizlarni kechirur. Alloh kechirimli va rahimli zotdir. Agar asirlar sizga xiyonat qilmoqchi bo'lsalar, ular ilgari ham kufrga qaytish bilan Allohga xiyonat qilgan edilar. Shunda ulardan jazoga imkoniyat hosil bo'lgan edi. Alloh ilmli va hikmatli zotdir. Albatta iymon keltirgan, hijrat qilgan, mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida dushmanga qarshi kurashgan va muhojirlarga joy berib yordam ko'rsatgan madinalik ansorlar aynan o'shalar bir-birlariga do'stdirlar. Iymon keltirgan lekin hijrat qilmaganlar to hijrat qilmagunlariga qadar ular bilan do'stlik qilish sizlar uchun joiz emasdir. Agar ular sizlardan din xususida yordam so'rasalar, ularga yordam berish sizning zimmangizdadir. Illo o'rtalaringizda urushmaslik haqida ahdlashuv bo'lgan qavm ziddiga yordamlashish joiz emas. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turibchidir. Kofir bo'lganlar ham bir-birlariga do'stdirlar. Agar shuni qilmasangiz, yerda fitna va katta fasod bo'lur. Iymon keltirgan, hijrat qilgan va Alloh yo'lida yovga qarshi kurashganlar hamda muhojirlarga joy berib yordam qilganlar aynan o'shalar haqiqiy mo'mindirlar. Ular uchun mag'firat va farovon rizq bordir. Keyinroq iymon keltirib, hijrat qilgan va sizlar bilan birga yov bilan kurashganlar aynan o'shalar ham sizlardandirlar. Qarindoshlar esa Allohning kitobida bir-birlariga yaqinroqdirlar. Albatta Alloh har narsani biluvchi zot.